Do'stlar, Malibu Equinox'da birini ham, ikkini ham yutgandan keyin 2 ga 1 chiqishga qaror qilishdi. Hozir 1 ga 1 emas, o'sha 2 ga 1 ko'ramiz qaysi biri boshni yutadi. Equinox yutadimi yoki Malibu'mi? Tayyormisiz? 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 1, 2, 3. Equinox 1 ga 1 yutolmagandan keyin 2 ga 1 chiqishni boshlashdi va mana shu do'stim baribir nima bo'ldi? Yutqizdim. Endi to'g'ri Malibu bularga qarshi nima qila olardim, lekin men mard bo'lib chiqdim. Mard bo'lib 2 ga 1 chiqdi lekin. Do'stlar, bunda 236 ot kuchiydi. Bunda 233 ekan. Lekin baribir yutqizdingmi? Baribir yutqizdim. Endi ves hisobiga yutqizdim, to'g'ri. Mana buni ushlab tur. Do'stlar, ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpisa qilamiz va Enok mo'ylaridan quyib beramiz hammaga.